Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, biz bugungi videoda sizlarga qanday qilib o'zbekcha mashinalar qatnashishi o'yinni yuklab olishni o'rgatamiz va o'yinning afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lsa biz videomizni boshladik. Do'stlar, o'yinning ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Hozir o'yinga kirib, o'yinning obzorini ham bitta qilib chiqamiz. Mana o'yinda mana bu yerda o'yinda qancha mashinalar bo'lishini tanlaymiz. 15 tani tanlaymiz biz. Va biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, o'yinga kirdi. Grafikasi ham gap bo'lishi mumkin emas. Mana tepagdan xohlagan mashinalaringizni tanlashingiz mumkin. Hozir Cobalt'ni tanlab ko'rdik. Mana ko'rishingiz mumkin, chotga ishlaydi ana. Kameralarni almashtirsa ham bo'ladi, ichkaridan, tashqaridan. Xohlagan o'zingizga qulayini tanlab, mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Mana Spark avtomobili ham bor. Xullas, barchasi zo'r qilib ishlangan o'zbekcha mashinalar, hattoki BMW ham bor. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Vashi ajoyib. Hozir yana biz boshqa bir mashinalar tanlab ko'ramiz. Mana do'stlar, Damas ham bor ekan, o'z Damasga qo'yib ko'ramiz. Nexia 2 ham mana chotga ishlangan. Xo'sh, hozir Damasga qo'yib, shaharda ham aylanib chiqamiz. Mana qarashingiz mumkin, Damas ham zo'r ishlangan. Xuddi haqiqiy hayotdagiga o'xshab turibdi. Buni bemalol mazza qilib, boshqa o'yinlardan zerikkan paytinglar o'ynashingiz mumkin. Mana shahar biroz kichikroq, ammo o'yinda yana yangilanish bo'lsa, men yana bu haqida video qo'yaman. Ammo hozircha shu ham yaxshi, O'zbekistonlik dasturchilar tomonidan yaratilgan ajoyib o'yin. O'yin Play Marketda mavjud emas. O'yinni meni Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Hozir qanday qilib yuklab olishni ham ko'rsatib o'taman. O'yinni yuklab olish uchun Telegramga kirib olamiz va qidiruvga meni kanalimni qidirishimiz kerak. Ya'ni Krypton pastki chiziqcha Play deb qidirsak, mana birinchidan meni kanalim chiqib keladi. O'sha kanalga kiramiz va o'yinni tashlab qo'yganman. Shu yerdan bemalol yuklab olib o'ynashingiz bo'ladi. O'ynasangiz bo'ladi. Kanalni havolasini mana ekranda ham va videoning kommentariyasida ham qoldiraman. Xuddi mana shuna Krypton pastki chiziqda Play deb yozsangiz, albatta kanalim chiqib keladi. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha